Men ish yuzasidan Jiddaga ketayotgan edim. Birinchi navbatda ishimni bitirishim zarurligi uchun u yerga umrani niyat qilmasdan va ehrom bog'lamay kirsam bo'ladimi? Keyin ishimni bajarganimdan so'ng Madinaga borib umrani niyat qilib, ehrom bog'lab Makkaga kelmoqchi edim. Shu ishim to'g'ri bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Demak, inson agar a, haram hududiga yoki Makka shahriga bevosita to'g'ridan to'g'ri borishni qasd qilsa, demak, bunday insonlarga shariatimiz miqot, ya'ni o'sha bir hudud deb e'tiborga olinadi. Mana shu miqotdan ehrom o'ragan holda, ya'ni niyat qilib, talbiya aytib o'tishligini shariatimiz shart qilgan. E'tibor berishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qanday insonlar? Bu insonlar o'sha haj qilish, umra qilish maqsadida Makka shahri yoki o'sha haram hududiga kirishni qasd qilgan insonlar. Endi agar hil deb ataladi, ya'ni haram hududi va miqotni o'rtasidagi bir manzilni hil deb aytiladi. Mana shu hil hududida joylashgan ba'zi joylarni qasd qilib agar inson miqotdan o'tadigan bo'lsa, ya'ni uni haramga kirishga, Makkaga kirishga hali niyati yo'q, savol so'ragan birodarimiz kabi Jiddaga boradi, ishlarini tamom qiladi va Madinaga chiqib, undan keyin umra qilish uchun qaytib keladi. Mana shunday insonlarga demak, miqotdan ehrom bilan o'tishlari shart emas. Chunki u kishining maqsadi avvalo Jidda shahri va Jiddadan keyin yana qaytib o'sha miqot hududidan tashqarida bo'lgan Madina Munawvara shahriga chiqib, yana qaytib kirganliklari sababli bu kishiga ehromga kirishlari vojib bo'lmaydi.